Ularning hammasi eng yaxshi qo'mondan. Starshey leytenant Ram elimizga eng qaltis zarbalarla atrot a'zosining biri. Davomlashtiringlar. Rahmat qo'mondan. Hindiston yasson. Hindiston yasson. Vazifa taqdisi ichildi. Bu qitim vazifenin maqsadi davlatimiz fuqarolarini davlatimiz terrorchilarning changalidan qutqizish. Starshey leytenant Ram ko'p tarbiya ko'rgan zarbalarla atrofini boshlab keldi. Mana bu haqiqiy jang maydoni. Ularning hayot mamotini belgilaydigan miltiqdan chiqqan o'q. Zarbador atrot cho'qim asta dushman rayoniga kirish kerak. Ondan bevosita qarg'a ilib o'q otadi. Ularning hayoti tahdid ichida. Askarlar düşman lageriga ehtiyot bilan ilgirlab kirib, xalqimizni qutqizaylik. Xo'p, boshliq. Ehtiyot qilinglar. Oyi. Askerlar, men kirish eg'izini topdim. Men ishkirlab kirdim. Men bosam bo'lamdi, qo'mondan. Siz shu yerda turing. Men berib tekshirib boqay. Hushyor turing. Mening signalimni saqlang.
Hindiston armiyasi ensirmanglar. Hech ish bo'lmaydi. Bo'lamdi. Tinchlaninglar. U nada deyman. Men sal turib kelaman, ha? Bu mening tunji qitim Hindiston zarbidorlar atirtidiklarini o'ltirishim. Ular hozir bizga bekla yaqin. Bu degan bag'o kichik xavf-xatar, cho'ng payda. Ularning hammasi o'lidi, hammasi. Bu degan bizning ziminimiz. Biz uning uchun o'zimizni beg'ishlashni xohlaymiz. Men o'lib ketgan taqdirdimi, mendakdan ko'rmingi chiqib, bu jangni davomlashtirdi. Bu bizning ziminimizning erkinligi uchun. Sen avval o'ladigan bo'lding. Boshqalarimiz sana ergishib o'ladi. Sağlab turing. Hindiston yazsın, komanda. Hindiston yazsın. Siz o terörçünü tamamen tirik beti epkilerleydiniz. Onu neymiş öldürüp siz? Şendirip yakın hakkını. Aslında nurgun akbaratlarga erişkili bulattı. Komanda, biz barliq sonliq ma'lumotlarni to'pladik. Uningda bundan ortiq axborot yo'q. Siz neymiga asasen karar kılısınız? Bu bizning birdan bir tanlashimiz. Biz yo'llagan usullar orqali. Neymi uçurken o? Komandan, agar ular davlatimizga tajovuz qilib bizni faqat ko'zga ilmasa, biz o'zimizni tutib oldik. Lekin sovuqqon bo'lsaqmi, ojizligimizni isbotlab bermaydi. Biz ularga tajovuz qilib, ularni vayron qilsak bo'laverdi. Neyim deganiniz bu? Sizingcha ular bu qitimqi mag'lubiyatdan keyin qayta hujum qilamasmi? Ular shunday qiladi, faqat u qo'rqmaslar, komandan. Men yo'llagan uchur, ular bizga zarba berishdan burun qayta o'yinlab qolgan harakat. Men so'ragan savolga javob bering deyapman. Esingizda bo'lsin, siz yanili berib so'roqni qabul qiling. Agar bu voqea qayta yuz bersa, siz cho'qim pushaymon qilasiz. Men Hindistonda tug'ilgan askar, Gange daryosining suyini ichib cho'ng bo'lgan. Men vatanim uchun qilchi ikkilanma hayotimdan voz kechdim. Bu savol so'roqlar hargizmi mening jasoratimdan cho'ng emas. Nima? Men so'roqni qabul qilishga tayyorlanib qoldim, qo'mondan. Xo'sh, qo'mondan. Onundaki chiroy, onundaki jasorat, onunga bir ko'ribli kuyib qoldim. Onun bo'yturqi, onun xarakteri, u bekli kelishgan. To'xtang. Boyadan beri da'vat qilingiz askarmi? Ha. Ram starshi leytenant. Nim da'vatsiz? Menimcha, u sizni yaxshi ko'rdi ekan. Kim o? Yana kim bo'ladi? Doktorchu. Jo'ylama. O balkim faqat kinoda miltiqga granamyotni ko'rgan bo'lishi mumkin. O hammani ko'rib oldi-da. Rasman? Men nimani deyalaydim? Men unga oshiqib qoldim. Uni talvilachi yaxshi ko'rib qoldim. Ohoy, yoshirgan ishlaringiz oz emaskan juma. Midirlama. Hey, midirlama deyman. O oxiri top kirgizgan bo'ldi. Midirlama. Men uni suyman. Lekin men qanday qilishimni bilmayapman. Berib, uni bilan paranglashmamsiz. Unda qasan emas. Uning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilib baqsam bo'g'udak. Men qachon uni yaxshi ko'raman deb baqdi. Bo'ldi, muhtamlik qilma. Ma'qul. Atiganda unaga to'y taklif qo'yaman. Nandi doktor, bugun siz xuddi atirguldimi chiroyli bo'lib ketibsiz. O'zindan beri sizga shundoq degim bor edi. Men sizni suyayman. Nayt yaxshi. Sizdan o atirgul muhabbatingizning butun badani tikkanga to'lgan. Ha, yaxshi. Qarish doktor, Nadini sizni chaqirib atdi. Mana keldi. Bo'lsin xo'jayin. Ha, rahmat Nandi. Qarish doktor, uning qizini o'ylab qopti. Uning og'riq to'xtatish to'g'risida bergan ekan. Bo'ldi, ansirma. Men okul urib qo'yay. O 2 soatdan keyin butunlay asli keladi. Qarish doktor. Ha? Siz bir talant egisansiz.
Sizga ko'p rahmat Nandini. Men okulni doim shunday urma. Saram bo'ldingizmi? Men okul uramsiz tehi. Men ya bemor bo'lmasam. Men okul bilan Nandinining bemorini davolab saqaytdim. Bu aptingiz qarab yiqinga. Ishkinglarda umid yo'q. Og'zinglarni yuminglar. Biz rizq qo'shilgan aşık ma'shuqlardi. Nandini bo'lsa bir doktor. Acaba men so'tirib ishtisima, men hatto kasal ishtimishganimni saqaytaman. Avval xizmatingizni yaxshi qiling. Kimni berang, azoblarimni qaytarib berang. U ingliz tilini bak ravon so'zlaydi. Men gujarat tilini ravon so'zlayman, anglanglar. Nima? Men to'y taklifini bunda qo'ymoqchi. Yurak so'qishimni anglab, men sizni tanladim. Sizmi meni tanladingiz? O cho'qim meni tanlaydi. Ha. Ay, Hay. Hey, men qari kaptarning taqchoqchilik usluyinayotganligini Yo'q, ko'rdim. qarang janob. siz menga nima deb demoqchi edingiz? Amaliyotda Boshliq, Hindiston yassin. Hindiston yassin. amaliyotda Hindiston yetsin. Hindiston yassin. Qo'mondon. amaliyotda Bo'ldi. Birdan to'xtab turing. Kechiring. amaliyotda bir parcha suratga tushib olsak bo'ladimi? Nima ish qil? Facebook'ga yo'llay degan edim. Men millatparvar. Tushundim. Sizin uchun surat yo'lasizlar millatparvar bo'lib qolamdi ekan. Albatta. Isbotlab bera olamsiz. Qiynayapsiz. Mavzusi vatanning askarlari. Ha, ondinchi. Sizlar bo'lgandalar davlatimiz bexatar bo'ladi. Men boshqalarga sizning mening hayotimni qutqizganligingizni aytaman. Ismimni deb yurmang. Hindiston armiyasi yordam qildi edi. Shunda sizga yordam qilaman. Siz muhabbat dushmaniga yo'liqsiz. Siz o'tirib turamsiz, nimishqa bundaq gap qilasiz deyman. Qarang, uni bo'yturqiga baqovul. Lekin mening yuragimmi shundoq kuchli turibdi. O'zigan bir qahramon. Agar o qahramon bo'lsa, men qahramonning dadisi. Uni kelishgan qad-qomatiga O qarang. haqiqatan qavulkan. Qaraganda bu yo'lim qarang zulmat to'libdi. Men sizga o'xshash vatanimdan shundoq faxrlanaman. Men bir mag'rur hindistonlik. Amsa, bizning milliychi naqshlarimizni ayta olamsiz. Ana sizni Nima kuylayman. dilayalayman. Ha? Boshlang. Burun maktabda vaqtimda har qatim sahnada aytatdim. Ha, yaxshi ayting. Hozirlama? Nimishqa bo'lmoqdak. Boshlang. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Yomon emas ekan. Telefoningizni menga bering. Qarang. Millatparvarlik bilan suratga tushish, ikkisi ikki ish. Bugun men sizga bir dars o'tib qo'yay. Buguncha turib tursam bo'g'adak, turib turay. Yana azroq suv qo'ying. Bu yoqqa qaranglar. Kechiring. Hey, Hay. O'rningizdan tursangiz bo'lamdi. bo'ladi. Nima bo'ldi? Harish. Hey gözülüm. Ha. Nandini meni chaqirdi, xushalaqdan yuragim qibirin chiqib ketay deb o'tirib, ding dong qilib. Ala, men hali kelaman, ha. Men keldim. Nima ish qadrli? Tashna aka passangiz bo'lamdi. O'tinay. Nandini. Hey. Menga rahmat aytishingizdan hojat yo'q. Faqat notanish odamlarga rahmat aytamiz. Lekin men sizga taalluq.
Uy. Hey, manga Ahmet dilan ha? Ayting. वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं Qaranglar, Nandini mening ruxsatimsiz tashlama yutganmaydi. Menmi bir vatanparvar? Siz endi ishongansiz? Ovozingiz haqiqatan yiqimliq. Shundoq, maktabda o'qiyotgan chig'imda naqsh etishni yaxshi ko'rardim. O kuni naqshni aytamay qilishimga sizning talabingiz sababchi. Hozir men taqdirlasangiz bo'lamdi bir parcha surat. Tunugun suratga tushdik-ku. Yo'q, tunugini yo'llavatdim. Bek chiroyli tushibdimiz. Qo'llashlarga qarang, qamlashgan bir juft ekanmiz, shundoq emasmi? Kim yozgan baho so'zi bu? Menga munosabat ekan bu. Xarish? Menga munosabat ekan bu. Sal turib ko'rishaylik, ha? Men keldim. Hindiston yoshlar boshla. To'y qilganingizga muborak bo'lsin. To'yingiz muborak bo'lsin. Nima to'y ekan u? Shundoq. Kim to'y qilibdi? Siz Nandi doktor bilanmi? Men Bangalorda to'y qilaman. 2000 Hindistonlikni taklif qildim. Har xil yemekliklar, go'shtli, go'shtsiz tomoq, koktul har qiz yapti. Albatta, Shimoliy Hindiston uslubidagi panjab yemekliklarmi bor? Voy, qaltis bo'pti. Bu ishlarni qachon o'rlashtirgan bizga? Hammani sen o'rlashtirsan deyishimning hojati yo'q. To'y kunini bekitinglarmi? Sizning bir paketingiz bor. Kuni bekitdingizmi? Mana demadimmi? Qo'shnichilardan muhabbat ketkazdi. Ular endi kasal davolash o'yinini boshlaydi. Hey! Rahmat. Hindiston yoshlar qo'mondan. Qaddi nima debdi? Yuqori ovozda o'qing, qo'mondan. Bizim bilib baqaylar, nima dedi ekan, ha? Nima bo'ldi? Ajab jimib ketdi-ku, ha? Men taqatsizlanib ketyapman. Shu nimaga romantik. Bo'linglar o'qib beringlar boshla. O'qib beringlar boshla. Men o'qib beray. Jim alanglar. Jim alanglar. Men o'qib beray, ha? Men o'qib beray. Turib turinglar. O'qirmabsiz, ha? Ram, akang sugab ketdi, darhol qaytib keling. Bu neymiş? Bu iniqo. O özünü öldürüp aldı. Akam başkalar bilan talash tartish qilmaydi. O to'q yurak emas, o'zini o'ltirib olmaydi. Zodi nima bo'ldi? İşkinlarning, munosabatinglarning yaqinligini bilaman. Men tushunaman. O mening singlimning eri. Tekshirgan naq maydonda men muba. Ameliyatchil bo'layliram.
ishlarni bek murakkablashtirib etganning foydasi yo'q. Men uning inisi bo'lib suputim bilan haqiqiy ahvolni bilish huquqim bor. Men sizdan o'tinmayapman. Balki so'rayapman. Zodi nima ish oldi? Efendim bizde sotun hükümü var. Bu binanı çokum çakmasak bo'lmaydi. Daim meni avara qiladigan heliq saqchi ko'rinmaydi go. Agar qaysinlarning g'ayrati bo'lsa, qani chaqmamsizlar. Biz unda qilmaymiz efendi. Lekin yangi minister sizni bo'sh qo'yatmasmikin? O yaramas ki. Siz cho'qim faqat uning formasidagi yulduzini ko'ra olasiz, lekin yulduzmi uning ta'ligiga havas qiladi. Adolatsiz kishilar uning ismidan qo'rqidi. Bu adolatning simvoli. Sen kim? Sana tunuşluq berishimning hojati bormi? Sening mening kimligimni bilgidek iqtidoring bormi? Mening kimligimni bilmaydigan o'xshamamsan. Sen eliqi yer egilib, uy soladigan cho'moqchimi? Men seni hatto suvni ichamaydigan qaqas choyga olib o'talayman. Oldinga bir qadam menga baqa qini. Hey, sarang buldun mu? Nima qilyapsan? Hey, meni o'ldirmoqchimisan? Hey, sen 5 yil huquq tutqununga mushundaq kerilib ketdingmi? Amsi mening 58 yil huquq tutishim bu bek faxrlik ishmi qandaq? Kelinglar müfettiş. Hökumat ishiga to'sqinlik qilish jinoyati bilan uni qo'lga olinglar. Sarang buldun mu? Nima qilayotganingni o'ylab baq. Sana deb qo'yay, xato ish qilsa ondan o'ylanadi. Durust ishning hech qanday o'ylang'idek yeri yo'q. Seni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Hey! Men davlatning ma'muri amaldori, avliyo emas. Agar endi tishimga tegsang, seni o'ldirib o'taman. Binoni cheqinglar. Necha kun o'tib, eliq qor jamiyatning odami turmudan chiqdi. O'yinglarning keyini qalam qanchaq tug'dirdi. Chiqa! Er kishi bo'lsang chiqa! Appa! Meni qo'yib ber. Cho'qim pushaymon qilib qolasan. Hammani vayron qilib o'taman. Haqqingizni mijoz bekchisi bo'lg'achqa o qor jamiyatning odamini izlab o'sha qilib oldi. Uning achchig'i beklik kelgan edi. O qor jamiyatning odamining topaldisini uningga tangladi. O qaslab o'ldirish jinoyati sababidan qo'lga olindi. Men uni kepillikka olib chiqib, uyiga olib qo'ydim. İkinci kuni o ölüp aptı. Bu iniq o'zini o'ltirib, saqchi taraf Diloni axirlashtirib bo'ldi. Jasad tekshirish dokumentimi shundaqligini isbotladi. Siz qanday qo'yildingiz? Bu qaslab o'ltirilish, o'zini o'ltirib olish emas. Amaliyat jaraq bo'ling. Ochiqni keyni kirsangiz foydasi yo'q. Uyning hamma yerda nurg'un isbot turibdi. Siz nima demoqchi? Birinchi isbot. Akamning shaxsiy hujrasida, men yanada ustalgandagi dariz pardasidagi tamak purug'ini purudi. Bu uyga kirguchining bo'y egizligining 1,88 dan 1,91 cm atrofida ekanligini bildirdi. Ikkinchi isbot uning uyidagi purchoq xaltasi silintisi. Uningda nayt eg'ir ham egiz bo'y biri o'ltirib qolgandek qiladi. Bu qotilning eg'irligining 100 kilogramm atrofida ekanligini bildirdi. Akam islam purug'ini yoqtirmaydi. Shunga doim derazani ichib etadi. U o'ltirgan taqdirdami, bu selinchi hargiz bundaq o'ltirishib, bunch purilishib ketmaydi. Uchinchi isbot. Sizlar akamning kompyuterda barmoq izini bayqadinglarmi? Xotirga asoslanganda yo'q. Nimishqa? Mumkin emas.
Men akamdan barmoq izini topamadim. Qotil kompyuterni ishlatganda qo'liga palak kiyib olgan, ondan barliq barmoq izini surtib etgan. Eng oxirgi isbot akamning bo'yniga silingan arg'amchi. Siz arg'amchining bo'g'ishiga diqqat qildingizmi? Uni mayli kim bog'lasin, bir so'lx ekan. Akam o'ng qo'lini ishiltidi. Men nemishqa buncha cho'ng xatolik o'tkazgandiman? Meningcha ular buni qasddan qilgan. Men sizning bo'limingizni ayblamayapman. Lekin saqchilarning yordami bo'lmagan bo'lsa, ma'muriy amaldorlarning qaslab o'ltirilish dilosini yo'shirish tas edi. Ram. Men bu diloni o'z qo'lim bilan tekshiraman. Sot tarmoqlariga darhol uqtirish qilinglar. Satya Mirzning dilosini qaytadan tekshiringlar. Menga bo'y egizligi 1.88, 1.91 gacha bo'lgan barliq jinoyatchilarning ismi kerak. Avar qildi. Nima bo'ldi, apandi? Ravanda doktorni nerdan topqili bo'ladi? Uni ishxonasi av. Umi? Rahmat. So'zla. Lam Ravindar apandini izlab keldi. Men Ravindar doktor bilan ko'rishmoqchi edim. Ravindra apandi u aramilot qilib necha kun bo'lgan? Voy onamay. O bu yerda ekan-ku. Sizlar qaytashtiranglar. Yaxshimisiz? Hay. Bu yerda nima ish qilyapsiz? Ravindar doktor bilan ko'rishlik kelgan. Onun bilan ko'rishdingizmi? Yo'q, o dam elib yetibdi. Nima? Ravindra doktor dam elib yetibdimi? Biri sizni aldabdi. Men uning nadligini bilaman. Yuring, sizni boshlab baray. Sizga dedim-ku, uni bu yerda deb. Doktor, u ma'muriy amaldor Satayamurning inisi. U siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Uning bilan ayrim paranlasam bo'lamdi. Albatta. Rahmat. Ma'qul. O'tirsam bo'lamdi. Rahmat. Akamning jasad tekshirish dokladini ko'rdim. Ma'muriy amaldor Satayamurning siz yozganmi? Nima bo'pti? Hech nima. Agar biri o'zini esib o'ltirib olsa, uning bo'yinida chuqur V izi qoladi. Agar boshqalarning majburlashi bilan bo'lgan bo'lsa, O izi qoladi. Akamning bo'yinida O izi qoldi. Doklad saqtug'u deyman. Siz nima demoqchi? Haqla uni buni desla dokladni o'zgarsa bo'ladi. Qachon undaq dedim? Siz o'zingiz kallangizni ishlating. Siz degan bir ofitser. Şuna bu yerda menga tanbeh bermisingizmi bo'ladi? Bu doklad jasadni tekshirib bo'lgandan keyin yozilgan. Agar masala bor deb qarsangiz, berib soqchiga ma'lum qiling. Mening qo'riq gap qilishga vaqtim yo'q. Qaytsangiz bo'ladi. Nurg'un gap qildingiz, lekin bir eg'izmi qilmagan qo'tang. Men tezlik qaytib kelaman. Kaptan uchib ketdi. Siz nega uchdingiz? Uning bilan paranlashdingiz. Shunda. Sal g'alati turaman. Hey, 1947-yil dialogini deyman. Men texi ularning do'stligini heliqi chegarada oxirlashamdi ekan debdiman. Lekin uning yuriga qoptak bakka. Texi doktorxon kelgan. Siz nima chipassap? Bu degan doktorxona o'choqim oshqozonni ko'rsatgan kelgan gap. Meningcha Ahmet Yulduzi sizga bakmaydi, u bir xosiyatli odam. Sizning uni bir bemorga o'xshatganingiz nimasi? Telefon nomeringizni deb bersangiz qanday? Uni telefon nomerini so'rayotdi. Men telefon ishlatmayman, kechiring. Adresingiz-chi? Uyingizning adresi degandek. Men boshqa yerga o'tkalmoqchi. Men sizga desam, siz bek sodiq ekansiz. Boshda paranglashidi, ondan uchirishidi, oxirida to'y qilib, uni uyiga olib ketdi degan gap. To'ydan keyin u Azaz yuma. Ko'chgandan keyin adresingizni menga berishni unutib qolmang. Ma'qul. Rahmat.
Yürkümdün yaşla aktı. Sezip atamsız. Xo'sh, Xo'sh. unutib qolmang a. Onunğa rəhim qılay, çünki o bir yaş Hindistan əskeri. Ne bo'ldi, qadrligim? Nimaga yig'laysiz? Dadam bizni tashlab ketdimi? Kim shundoq dedi? Do'stlarimning hammasi shundoq deydi. Rito, bu yoqqa keling. O'tiring. 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 Kim dadingizni eng tushunadi? Men. To'g'ri. Yana-chi? Uni bilmayman. Bilmamsiz? Men. Siz cho'qinmanchilik tushunmaysiz. Albatta shundoqda. Uni bakrak tushunasiz, shundaqmi? O eski odammi? Yo'q. Undaq emas, shundaq-ku. Undaq bo'lsa ansirma. Ha? Hargiz ansirma. O burun hamisha adolat uchun kurash qiladi. O nurg'un dushmanlarni o'ltirib yo'qotgan. Dadingiz o bir esil odam. Xosiyatli odamga o'xshashmi? Xosiyatli odam. Dadingizni xato tushunman, qo'za. Yenge, men sizning azobingizni tushunaman. Hargiz undaq qilmang, yenge. Akam biror narsadan ansirab baqqanmi? O'yinni peqib andin javob bering. Uningga birasi besim qilganmi yoki biror ishdan jiddiylik baqqanmi? Men faqat shopirning qizini bilaman. Yaxshimisiz, xonim? Yaxshimisiz? Kechiring, kechikib qoldim. Qizimni doktorxonaga olib borgan edim. Dal vaqtida keldingiz, Shankar, to'g'rimi? Ha, o yana kechikib kelsin bo'ladi. Ishqinglar paranglashayveringlar, men qahva damlab kelay. Ha, keling qadrligim, keling. Bering, qadrligim. Anglasam doktorxonaga beribsizlar. Bugundan boshlab nechasim yo'q edi, tag'a. U qizib qolgan, lekin hozir yaxshi bo'lib qoldi. Nemishqa atrofingiz qaraysiz, qizim? Nemishqa bizning uy shuncha kichik sizlarni bundaq yo'g'an, tag'a. Jo'ylamang. Efendi degan amaldor dadingiz bir shopir, bildingizmi? Voy, nemishqa uni tillaysiz? Cho'ng uy kirgansiz bormi? Nemishqa? Uyimizga faqat dadam, opam, endi menni patimiz. Tug'ilgan kunimga do'stlarim kelsa, hargiz patmaydi. Agar tirishib o'qib, mendek amaldor bo'la olsangiz, menikidanmi cho'ng uyingiz bo'ladi. Rasman? Bana dana, o'quvingiz bormi? Yaxshi. Dada, tag'amning gapini angladingizmi? Agar yaxshi o'qib, uningdek amaldor bo'la olsam, uningidimi cho'ng uyda o'tira oladi ekanmiz. Shu chog'da sizning tug'ilgan kuningizni, opamning tug'ilgan kunini, mening tug'ilgan kunimni o'tkazalaymiz, to'g'rimi, dada? Shunday qadrligim. Bir kuni Shankar oilasi bo'yicha o'lib olibdi degan xabar keldi. Onun qizi rak kesili bo'lgan. Rak kesili? Oxirgi bosqich edi. U davolash qarzini qaytarish amalsiz qilib o'lib oldi. Chunki har qancha qismi qizini qutqizolmaydi. U Shankar oilasining baxtsizligidan bekla qayg'urgan. Shankarning ilojsizligini shu kunga qelishi qizni davolatishga qurib yetmaganlikdan deb biladi. Shankarning qizini yaxshi ko'radi, davomli uni aslaydi. Dada, anglasam nomratlar agar rakislik giribtor bo'lsa yashayamaydi ekan. Kim shundoq dedi, qizim? Kamla hammamning shundoq deganini angladim. Menmi doktor? Meningcha to'g'ri davolashga erishamagan. Undaqda nemishqa? Nomratlik uning o'limiga sababchi. Amiz Kamla hammamning degani to'g'ri ekanda. Agar nomratlar kesilib bo'lib qolsa, turmush kechiramaydi ekan. Endi undaq gaplarni anglamang, qizim. Berib o'ynang. Ma'qul. Shuningdan keyin uningga nima bo'ldi ekan? O'zini uyga solib olib, kompyuterning oldida soatlab xizmat qildi. Bir kuni u uyda yo'q chaqda uyimizga bostirib kelib bizga tahdid soldi. Bu ishni uningga desam, u bekla ochiqlab uydan chiqib ketdi. Ikkinchi kuni saqchilar uni ep ketdi. Sababi u qor jamiyat a'zosini o'ltirib demish, xizmatidan ayrildi. Akam kepil bo'lib, uni uyga qaytirib keldi. Undan keyin u tushkunlik yurdi. Tamaqyan. Nemish bo'lganini so'ramamsiz?
Gerçi hech nima demasangizmi, ko'nglingizni bilalayman. Men onu o'ltirmadim. Siz degan haqiqatning namoyandasi. Hech nima qilmaganingizni bilaman. Biroq kimning turmushida bosh og'riqi bo'lmaydi. Hamma yaxshi bo'lib ketadi. Tamoq yeyli. Mening sizga deb bergim bu. Avval yang, keyin desangizmi bo'ladi. U yinimizda biz uxlab qolg'uchi o'ltirib, andin kitobxonasiga kirib ketdi. Atdegan uning qahva ib kirsam. Manga tegisi bor edi. Biroq gapini anglamabdiman. O Mahmudga. Yenge. Ay, yaxshimisiz? Qandoq keldingiz? Ishqinglar paranglashqash turinglar, men qahva damlay. Bo'ladi, yenge. Yenge, telefonimni ko'rdingizmi? Bu sizning telefoningizmi? Yo'q. Nemishqa? Telefonimni qanday qildingiz? Nemishqa telefonim yo'q deb meni aldaysiz? Bo'ladi, sizni kechirib o'tay. Telefoningiz bekla koni tipgan. Shu an sizga yangidan birini oldim. Eng yangi tiptikisi. So'zlashish yurishiga bor. Rahmat, biroq o'zimning telefoniga ko'nib qoptiman. Qizlarning sovg'asini rad qilish adabsizlik. Dedim-ku, lozim emas. Bechara qiz, yaxshi niyat sizga sovg'a bersa qabul qilmasangiz ko'ngli yerim bo'lmamdi. Yo'q, men Yengami bundaq deganda qabul qiling. Yangi nomeringizni saqlab oldim. biroq men koni telefonimni Qahva iching. Rahmat. O'tiring. Qahva bek ichishlik bo'pti. kechikib qoldingiz deyman. Kelganingizga rahmat. Yana kelaman. Yana kelasiz. Xo'sh. Rahmat. Telefoningizga ba'zi applarni tushirib qo'ydim. Suratimizni Facebookga yo'llab qo'ydim. Yana nomerimni saqlab qo'ydim. Telefon urishni unutib qolmang. Bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh. Hozir bo'y egizligi 1.88 bilan 1.91 oralig'idagi barliq sulxay jinoyatchilarni tekshiryapmiz. Bu kishilarning qaslab o'ltirish delosi bilan munosabati yo'q ekan. Delo yuz berganda ularning naq maydonda yo'qligiga isbot bor. Shivaji Nagardagi hammaylar bor. Fayaz Alidan boshqa boshliq. Agar undaq bo'lsa, uni darhol tepkilab Bo'ysunganlar hayot qoladi. Osiylik qilganlar o'ladi. Men ikki xil odamlarga o'ch. Biri gapimni anglamaydiganlar. Yana biri meni setib o'tganlar. Yo agshidu, yo o'ladi. Men bir yillik yo'shinib turay, xo'jayin. Men sana mehnat yuzini ko'rsatmay tur degan edim. birisi tekshirishni ilgari Shivaji Nagardagi Faiz Alini o'ldirdi. Voy, boshliq. Ha, shundoq. Ha, bildim. Mana. Meningcha u akangning dilosi bilan bog'liqligi bor. Yana markaziy tekshirish idorasi hozir bu diloni o'tkazib oldi. Sana deb qo'yishni to'g'ri topdim.
Bu belgini ko'yganmi? To'g'ridan izlab baqdim, biroq topolmadim. Siz bilamsiz. Ko'ygan-ku deyman. Shundaqmi? Shundoq. Uni ko'rganmi? Nada? Yo'q. Ishqilib bir joyda bu belgini ko'rgan. Ha? Suratda? Yo'q. Gazetda? Televizor e'lonida? Yo'q, to'xtang. Men o'ylab baqay. Qandaq? Meningcha bu yoqqa kelayotqach ko'rdim-ku deyman. Mayli. Hozir? Ha? Nima aldiramdingiz? Kechiring, so'rashni unutib qopdimi? Yo'q. Ham suyam. Mo'shu joymi? Voy. Men hozir sirtda, keyin telefon qilay bo'lamdi. ilgari mening amal bo'lgan bor edi, biroq Nandini uchun doktorlikni tanladim. Qarab tur, bugun Nandini uchun qanday tug'ilgan kun xushallik berdi ekanman qani. Nay, yaxshi. Voycha. Xo'jayin og'irlashdi. Hey, bir er bilan bir ayol motosikletni minsalar cho'qim oshiq bo'lamda, qarindosh bo'lsa bo'lmaydi ekan. Boshqalarning xato tushunishini qo'rqib, aksinglarmi birga sirtga chiqolmaydi. Qarang, belgiga. Ishki bo'lakka bo'lindi ekan. Malish varam bilan Jayanagar. Agar bu yer bo'lsa, cho'qim chiniq sari bilan munosabati bor. Cho'qim shundoq. Telefon qilganingizga rahmat. Sal turib qaytiray. Xo'shamsa. Degan vaqtingiz bormi? Nemishqa? Siz bu yerga mas'ul bo'ling. Men yana bir joyga boray. Ha? Demakchi o'g'lim, siz bu yerga mas'ul bo'lsangiz, men boshqa bir joyga boray. Hech qisi yo'q, ilavering. Hech ish bo'lmaydi. Amaliyotni so'ramaylar, sizni bu yerga olib keldim, kechiring. Yo'q, bugun mening tug'ilgan kunim edi. Rahmat. Sizga necha qiz gapim bor. Agar ig'ramasangiz. Men to'y taklif qo'yamsiz? Kechiring. Nima o'ylayotganligingizni menga demasingizmi? Men nima o'ylayotganligingizni bilaman. Meni yaxshi ko'rsangiz, men dot yoki inkosim ost emas, buni bilaman. Biroq siz ham bilishingiz kerak. Turmushimda yana boshqa muhim ishlar bor. Mening nishonim bu ishlarni o'ylashimga yo'l qo'ymaydi. Bu ishlarning qachon oxirlashishini bilmayman. Yana kelib sizga xatar ep kelishini ham bilmayman. Shunga boshqa joydan turmushingizga xushallik izlashingizni umid qilaman. Endi gap qilsam bo'lamdi. Tamam. Akangiz bilan bo'lgan munosabatingizni tushunaman. U hissiyotlar bilan nishoningiz o'xshashli yaxshi. Amaliyotda siz bilan hissiyotimni o'rtoqlashmoqchi emasman. Balkim agar men sizning o'rningizda bo'lsam, men sizdek deyishim mumkin. Siz meni boshqa joydan baxt izlang deysiz. Albatta. Bu mening baxtim. Siz bilan birga bo'lish. Xuddi hissiyotingizni hurmatliginimga o'xshash. Sizmi menikini hurmatlashingiz kerak. Yana hozirgacha shuncha gaplarni qildingiz. Biroq sizni yaxshi ko'rmayman demadingiz-ku. Shundaqmi? Ahmaq. Sana bir yumur deb beray. Ha, ma'qul xo'jay. Hozir men bek aldirash sal turib deb beray, ha. Mushujay. Mushiyami? Mushujaydami chiniqish maydonining tarmoqi bor. Bo'ladi. Diqqat qiling, ha. Bo'ladi. Nandi, telefoningizni bering. O'rin belgilash sesimizni yechib qo'ydim. Yanchiqingizga selib edim. Ko'rdingizmi, xo'jay? Nemish otistiga majachisan? Xo'sh. Diqqat qiling. Nim deyotganini tushunmadingmi? Kallangni ishlat. Do'stlik muhim. Hisobata qilib at, bo'lmasa bu yerda qochish yo'q. Xo'jayin u qandoqroq ekan? Bekli chiroyli ekan. Nomerini tepib ber. Hey, brother, mashqing tugdimi? Shundoq, brother. Cheyingiz. Rahmat.
Nima ishingiz bor? Hay, a'zolik kartasi bejiray dedim. Alayda a'zo 5000 rupiya. Cho'qim har oyda 3000 rupiya to'lashingiz kerak. Bo'ladi. Chunki hozir bizning e'tibor vaqtimiz. Karta bejaramsiz? Rahmat. Biz izlayotgan odam hozir chiniqish zalida. Hozir boraman. Bo'ladi, tez keling. O'tib olsam bo'lamdi. Ha? Rahmat. Qanqas, nima qilyapsiz? Kechiring. Joyi qo'yib qo'ying. Vay, bir qiz menga egishib oldi. Odam boshlab zavodga kel. Muborak bo'lsin birodar. Bir satangdan sana ko'z tushibdi. Bizni chaqirtib ko'z-ko'z qilmoqchi eding? Kechiringlar. Birodar, bugun sening Ahmeddan kelibdi. Telefon urvasan bo'lamdi. Yigitingizgimi? Sizningcha yigitingiz telefoningizni elib, kelib adabimizni berib, sizni qutqizami? Yigitingiz qahramon o'xshamamdi, ha? Birlik etim urib olay, bo'lamdi. Bo'ladi. Birlik etim, ha? Biroq bir shartim bor. Qahramoningizga eng ko'p bo'lganda 2 minutla vaqt bera alayman. Agar u kelmasa, undaqda siz bizning deganimizni qilasiz. Ma'qul. Nima, u ommaga o'xshamamdi? Aldirash o'xshaydi. Aldirash o'xshaydi. Ha, bo'ldi. Uning bilan bizning korimiz yo'q. Uqdingizmi? Vaqt to'shdi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Hey, sen kim? O, dal mening qahramonim. Sen bilan necha qiz paranlasan bo'lamdi? Kelbirikning o'lgisi kelsa, yo'lvasini izlab keladi. Ishkini taqanlar, uni o'ltirib yetaylik. Bunda qimig'ining tuzuk, bo'lmasa pushaymon qilib qolasan. Nemishqa, bizni yengalamsan? Odatda men odam urmayman, lekin urdimmi, odamga o'xshamaydigan qilib yetaman. Hamda paranlasak bo'lamdi.
Ulanı tanımayman. Ula bekli xatarlik. Gepimni angla. Bu yerdan ket. Kim o? Agar ular bayqab qolsa, har ikkimiz o'limiz. Bu yerdan tez ket. O'tinib qolay, tez ket. Kim deyapman? Nemishqa meni tushunmaydigansan? Kim o? Oilamdagilarni o'ldirib yutib bilyapsan. Kim o? Hey, kallangdan ketib qoldingmi? Ular oilamdagilarni bo'sh qo'yib yotmaydi. U degan odam emas, bir hayvon, uqdingmi? Hey! Lanı, Sözden başlaq. bu numarni hatırla. Aytan başlaq. Bana tepsili telefon hatırısı gerek. Bunu da başlaq. Tezroq xat qilib yo'lla. Bunu da başlaq. Sözden başlaq. Lanı, bu numarning aniq o'rni kerak. O'zining shaxsiy telefonda telefon qil. Ovozini elib olib, selishtirib ko'rib baq. Uning zodi kimligini tepishqa bir o'rni baqqin. Bunu da başlaq. Qani so'zla. O'rnini topdan başlaq. Shimoliy kenglik 13,10,941 gradus. Bildim. Ovozini selishtirdingmi? Selishtirdim başlaq. Kimkan? Ha, bo'ladi. Qandaq bo'ldi? Ha, shundaq, ansirmang. Yaxshi bo'lib ketdi. Bu bosh ministr ham shtat boshlig'i bo'lsa bir savodsiz, hatto bosh so'zining qandaq yozildig'ini bilmaydi. Uning 4-darajalik yo'l xati bor. Zahar savdosi orqali bosh ko'targan. Keyin Sahiyya ministrligining ministri bo'lgandan keyin qonunsiz dori tijorati bilan shug'ullanishga boshlagan. Siyosiyon bo'lishdan ilgari uni sep o'zidan lukchak deyishga bo'ladi. Men seni o'ldir dedim-mi? Kechiring apandi. Nimishqa o'tirsiz? O'tiring. Saturnning g'azabi 9 yil bo'ldi. Kiyimlarim qorrangda, ammo ko'nglim qordakli oq. Shiva yashasin. Onangda. Efendim, mesele shuki, Uning dadasining nurg'un doktorxonasi bor ekan. Hozir dadasi o'lib ketibdi. Uning kelishi inisi bilan orasidagi ma'lumlik mojarosini hal qilish. Uning o'lishi yo'q. Undaqda meningcha. Nima? Qasib qoldingizmi? Mening o'lishim deyapman. Menda yana 500 million rupiya bor. Sizga yana 100 million beray. Bu ish mushining bilan hal bo'ldi, to'g'rimi? Rahmat apandi, siz bilan ko'rishganimdan xushalman. Yaxshiligingizni menga unutmayman. Ha? Endi bu yerda nima qiladi? Meni o'ltirib o'tishni o'ylayapsan, shundaqmi? Bu yerga nima kelding? Kasam nima bo'pti? Nega nima ish kelding? Bu degan dadamning mulki. Men uni texim keng aytdim. 50% mulki meni. Sen emas 25%. Meniki chiqirma. Talaşsanlar meselede mengü hal qilib bo'lmaydi, paranglashinglar kerak. Qahva ichamsizlar. Ey, damlab kel. Qahva keltiringlar.
Nemişqa mendiki 10 milliard rubliyning 9 milliardini qizingizga yo'tkab beraman. Heligar Anjan apaq yo'l o'qishdan burun obdanroq dangsa beqing. Navada Saturnning g'azibi kuchaysa, hammani vayron qiladi. Gapimni anglang. Bu bizning chapari tatqan pulimiz. Sizdan o'tinay apandi. Bunda qilsangiz avorchilik uchraymiz. Bu xato bo'lib qoldi apandi. Sizdan cho'ng umid kutib oldingiz kelgandim. Bunda qilsangiz biz tugishimiz o'tinib qolay apandi. Agar imzoyingizni qo'ysangiz, uyingizga qaytib ketalaysiz. Bo'lmasa shu voyashsun. O'zingni bexatar bo'ldim deb qolma. Agar xohlasam hozirla seni o'ldirib o'talayman. Sen kim? Ma'muriy amallar Santiya Merezning inisi. Sen akamni o'ldirib o'tding. Men cho'qim uning uchun qisos olaman. Hey! Isboting bo'lmasa hech nima qilolmaysan. Qani degina qanday isboting bor? Akam o'lgandan keyin ilgari uningga telefon qilgan odamning telefonini topshirib oldi. Telefonlashganda uyga og'ir bo'ladi. Telefon urishim seni isbot bilan ta'minlash emas. Balki allaqachon turmushingga kirib bo'g'rini aytib qo'yish. Hayatım ta'tir sanaq holatiga kirdi. Jazmlashtirishga bo'ladiki, Ram cho'qim aksini o'ldirgan qotilni jazolaydi. O gumonlanganlar nihoyat ko'p. Biroq texnicha hech qanday yepuchiga erishamadi. Ma'muriy amaldor Satya Mirzani o'ldirishni planlagan odam bo'lsa, soda magnati, o'qatchi, to'qimachilik shohi, o'zi yolg'iz soda munozirasi keltirib chiqaradigan bu shahardagi dangliq shaxs. Telefonni al tez bo'l. O intayin qabul bo'lib, qumliqda bu su topalaydi. Bu yerda nemish yuz berganini bilamsan? Nemish bo'ldi? U uyimga qaratib o'q chiqadi. U menga tahdid soldi. Bu kim? Ma'muriy amaldor Satya Mirzning inisi, zarbidarlar atridagi Ram. Shoh sanoati va shoh imperiyasining egidori Amrut shoh. O bir cho'ng xatolik o'tkazdi. Bugundan boshlab u bir qadam menishni o'ylamasan. Onun bilan obdan hisoblashayli. Qanday qilsam mayli, ammo tezroq bo'l. O qarixoncha bo'pliqanma yana Sahya ministerining sheriki. İngilislar devletimizden çıkıp ketsin. Hindistan ulug', Hindistan yaşsın. Ben onun xotinini topdim. O hozir maktabda ekan. Uni tez top, unga qaratib o'q at, otimi o'q at. Yaxshimsizlar ko'pchilik, ismim Ritu. Satya Mirza bilan Anuradaning qizi. Barliq ota-onalar farzandlarining eng yaxshi ustozi. Dadam degan bir ig'iz gapni menga esimda tutaman. Hatto ish qilganda o'ylanish kerak. Biroq to'g'ri ish qilganda o'ylanish hojatsiz. Dadam o'lib ketdi. Doim uni aslayman. Uni intayin sevgandim. Men cho'qim tirishib o'qib, cho'ng bo'lganda bosh amaldor bo'laman. Kishilarga yordam qilib boshni kemaydiman. Agar shunday qila olsam, dadam menga men bilan birga bo'ladi. Dada, sizning malikingiz menga to'g'ri yo'lda mangadigan pok amaldor bo'ladi. Sizni suyman, dada. Bu sizning qizingizmi? Yo'q. Uning aksini qizi. Sizning yo'ldashingizmi? Necha balanglar bor? Birisimi yo'q. Menimcha bek bo'ldi. Shundaqmi?
Sizdeki işimde 4 balam var edi. Baldır emas ana buluş ayol kişinin şerifi. Sizga yolg'on deb qo'ydim. Men tek to'y qilmadim. Undaq bo'lsin nim bo'pti. Tezroq to'y qilib balaliq bo'lishga plan tuzinglar. Rostini desam, balangiz chiqim chiroyli tug'iladi. Xo'sh, tog'a. Zarbilar atrat asosi hargiz xato etib sanmaydi. Biroq u sizni o'ldirmabdi. Onun qasdan shunda qilishida zodi nima maqsadi bor? Bizdan bir narsa talab qilyapti ya. Zodi nemishqa? Onun keynida odami bormidi? Yoki isbot etishni o'yladimi? Yoki bo'lmasa meni izlayapti. Kabirga telefon qiling. Xabar bormi? O yo'l ostidagi yaymida choy ichyotdi. Choy? Choy ichyotdi? Choy ichib yetibdimi? U qiltaq quribdi. Qiltaq. U qiltaq quribdi. Kabirga yana bir telefon bering. Tez, u qasson. Tez bo'ling. Qanday bo'ldi? O telefonni olmayotdi. Yana bir urib. Yana urib. Vay. Akela. Kabir, u yerdan tez ket. Gapimni angladingmi? Sana sal turib tushuntirib qo'yay. Tez ket. Tez bo'l. O bizni ahmoq qilib o'tibdi. O bizni o'ntib o'tibdi. Uni bosh qo'yib o'tmayman. Xo'jayin, kiyinishingizda janob qahramonlarga o'xshab qolibsiz. degan onunga talab qo'yman. Un cho'qqon bo'ysundirman. Sizga omad tilayman. Keling. Hey, Nandini. Hozir keladi, o'ltirib turing. Xo'jayin, to'xta. Xo'jayin, nima ish bo'ldi? Muhabbat jangida askar yangdi. O shu harbiyni yaxshi ko'rdi ekan. Muhabbat mendek mag'lub bo'lg'uchiga berilmaydi ekan. Berib poyezdda o'tiraman. Voy, nima? Kechiring. To'xta. Men ep beray. Uning ismi Nandini ekan. Aha. İsmingiz Nandinimi? Shundoq, sizningchi? Raj. O burilib qaradi. Qaltis. Ala, idoraga berib, ismimni Xarishdan Rajga o'zgartirib. Xo'jayin, bu qiz uchun yana ismingizni o'zgartirsiz? Ismimni Xamanchinndan Xarishga o'zgartganman. Albatta, Xarishdan Rajga o'zgartiralayman. Vah, uni bir ko'ribla yuraklarim o'ynab ketdi. Amsa uchu. O o'tmech. Buchu. Bu degan kelgusi. Ben keldim qadrligim. Mana kim tushuntirib qo'ydi? U xuddi ahmoqqa o'xshab qoldi. Hozir, ma'qul.
Efendi, sizga nima lozim? Hey! Meni qo'yib o'tish! Sen bir cho'ng xatolik o'tkazding. Sen kim? Mening kimligimni bilasan. Nima qilmoqchi ekanligimni mi bilasan? Bana tahdid etiyorsan. Yani neymiş kılalaytın? Akan amaldar turupmu meni hech nima qilolmagan. Agar meni qo'rqidi deb qolgan bo'lsang, bakmi xatolashgan bo'lasan. Agar sukut qilishni qaror qilgan bo'lsang, seni tirik qo'yishimning ahamiyati bo'lmaydi. Hey! Paran bo'ldingmi? Ha? To'xta, meni o'ldirma. Menday. To'xta. To'xta. Menday, meni o'ldirma. Apağına hakkında bolsa mı beni koyuverken, beni koyuver. Bularning hammasi taqlidiy doğrudan başlangan. Chopurning qizi davolash qarz pulini to'layamaganlikdan oilasi bo'yicha o'lib oldi. Akam shu sababdan kuchli zarbaga uchirdi. Doktor bo'lib sifati bilan bu ishni hal qilishga urinib, nurg'un tadqiqot ipadi, koni xizmat ishi bilan aloqalashib, bir parcha dokument tayyorladi. Efendim, hukumatning sonliq ma'lumotiga asoslanganda necha 100 ming odam kasallikka o'slanmaganlik sababidan o'lib ketadi ekan. Faqat bir xil usul bu sonni tuvaltalaydi. Tahlil dora. Tahlil demak odil baho. Hamma odam setib ola oladi. Her bir yangi kasal bayqalganda doktorlar doğrusunu tadqiq qiladi. Cho'ng shirkatlar bu jihatda boshlamchi o'rinda turib, buningga patent iltimos qiladi. Biroq markalik dori bekli qimmat. Odatdagi fuqarolar setib olmaydi. Tahliliy dorining sifati farqlanmaydi. Bemorlarga bo'lgan unumi o'xshash. Patent bekor qilinganda har qanday shirkat rizqqa asosan tahlil qila oladi. Bu tannarxining tuvalliganligidan derak berdi. Agar rak kasalining davolash rasudi oyda 150 ming rubl bo'lsa, tahliliy doriga faqatla 10 ming rubl ketadi. O'ylab baqsaq, nomratlar bu yerdagi nafga erishguchilar. Agar dori tannarxi buncha tuvan bo'lsa, undaqda shirkat qanday qiladi? Davlatimizning dunyo tahliliy dori markazi deb atilishida Hindiston ta'minlagan tahliliy dori 50% dan 60% kicha. Agar sifati nachar bo'lsa, Amerika, Yaponiya va boshqa davlatlar davlatimizdan dori setib olmagan bo'ladi.
Dövlətimizni nurg'un davlatlarni taqildi dori bilan ta'minlaydi deysiz. Ya'ni kelib suptimi bo'lib qoladi ekan. Undaqda nimishqa o'zimiz ishlatmaymiz? Efendim, 2008-yili Hindiston hukumati Hindiston yasash harakatini qo'zg'adi. Agar bu qog'oz yuzdikili plan bo'lgan bo'lsa, zukam, qizitma qatorliq kichik kasalliklarning dorisimi nihoyat qimmat bo'lgan bo'ladi. Cho'ng tipdagi yasash shirkatlari bu plandan foydalanib, dorilarni qimmat qilib etdi. Men demakchi, shahar ham yezlardagi namratlar universal dorilarni ishlatilishi kerak. Agar davolash, sog'lomlik hukumatning nishoni bo'lsa, undaqda bahosimi arzon bo'lishi kerak. Buning faqat bir xil hal qilish loyihasi bor. Arzon dori buyumlari taqlidiy dori. Hozirli taklif berishga tayyorlik qiling. Cho'qim tasdiqlayman. Rahmat efendi. Rahmat. Janob ministr dokladni olgandan keyin xo'jayinim bilan bir savdo bitishdi. U ministerga 1 milliard rubli berdi. Qo'ldi birodar. Meni nimaga chaqirtdinglar? Anglab turing boj amaldori. Taqildi dori turini darhol unutib keting. Anglab turing. Shirkat hozir menga foyda deb kelyapti. Agar xohlasangiz, sizni boy qilib o'taman. Hey, ikkinchi darajalik ma'mur turib, mag'lub bo'lsangizmi, ba'zilar yana sizga bilet tashlab, bu xizmatni berdi. Sizga bilet tashlagan shu kishilarni ozroqmi o'ylamamsiz, efendi? Meni xato tushunib qolibsiz. Bu turni boylik uchun qilmadim. Balki xalqning baxti uchun qildim. Dunyoda pul bilan sitib og'ilib bo'lmaydigan narsa yo'q. Hamma narsaning bahosi bor. Sizning bahoyingiz qancha? Bu yerda meni setib olaman demak, yaxshisi dorining bahosini tushiringlar. Xalq sizni madihlaydi. Ko'p qism hindistonliklar oila qimmat qarishiga ishonadi. Chunki boshqalari hamini yo'qaydi. Ota-onasi qerib, bolalar ulardan ayrilganda, qarindoshlar azorlashib ayrilganda, turmushda muhabbat bo'lmaydi. Muhabbatli bo'lib, pul bo'lmasa, kasalni davolat qilib bo'lmaydi. Bugungi nachar holat bo'lsa, kishilar qiynalib o'lgandan ko'ra, burroq o'lib ketishni orzu qilishmoqda. Chunki bundoq bo'lganda davolash pulini tejab qola oladi ekan. Nihoyat yaxshi. Xalq cho'qim madhiylaydi. Biroq nimga erishalaysiz? Men qilgan yaxshi ishlarimdan qanoat topaman. Sizdek samimiy kishi bugungi kunda faqat ko'chalarda tilamchilik qiladi xolos. Obdan o'ylanib ko'ring. Odam faqat xato ish qilganda o'ylashi kerak. Biroq to'g'ri ishda o'ylanish hojatsiz. Men ko'chalarda o'g'inish qilib, doktor ham ma'mur amaldor bo'ldim. Men cho'qim prinsipda ching turib, sizlarga bu turni qabul qildirman. Taklifimizni rad qilganingizga cho'qim pushaymon qilasiz. Oqibati mayli qandoqli bo'lsin, yuzlanishga tayyorman. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Xo'sh. Efendim, bir shun xabar bor. Ba'zilar ma'muriy amaldor Satya Mirza bilan birlashib bizga qarshi maxfiy plan tuzib o'tibdi. Tadbir qo'llashimiz kerak, efendi. Akang bizni yo'qotishga urindi. Uni o'ldirishga qor jamiyatdagilarni kepillikka olib chiqdik. Ondan barliq ishlar planimizdagidek. To'xta. Efendi. Ha. Akang turmaga kirgandan keyin biz texi uni savoqni esida saqlaydi deb o'ylagan. Biroq undaq bo'lmadi. Shu kuni kechda u kepillik qo'yib berildi. Yaxshimisiz boj amaldori? U to'g'ri, endi boj amaldori emas. Satya Mirza, telefon urishingiz xizmat tepish uchunmi? Ha? Aqlingizga ham kuchingizga tayinib xizmatimni tortib oldingiz. Ammo unvonimni tortib olamaysiz. Bu degan ma'rifning kuchi hammani oxirlashdi deb qolmang. To'r qayta davomlashadi. Hay, o'zingizni besiviling. Buncha hayajonlanishingizning hojati yo'q. Sizni saxta dilo orqali qo'lga oldirib, xizmatdan haydagizib satlashtiramiz. Turni tamomlashingizni to'sish uchun eng yaxshisi johillik qilmang. Satya Mirza, bu degan
Bizning yerimiz, uqdingizmi, ha? Bizning yerimiz, biz degan zo'migar. Ta'sir doirangiz bo'lsa-mu, qonunni boshqara olmaysiz. Meni satlashtirmoqchimi? Qarab turing, ha? Cho'qim sizni sudga tortib, abdi bashiringizni xalq oldida ichib tashlayman. Satya Mirza, sud isbotni asos qiladi. Sizning hamoqat nutqingizni emas. Shunga sizga telefon qildim. Nima demoqchisiz? Sizcha telefon urishim, avarayn doklad qilish uchunmidi? Hammasi unga iliqliq. Sud qilishning ahamiyati yo'q, minister. Og'zingizni yuming. Telefon hammani unga elib oldi. Hey, yo'qol. Sud sunadigan nurg'un isbotlarim bor. Kirib ketyapman. Ovozingizni unga elib oldi. Shu sababdan qarindishingni yo'qotmoqchi bo'ldik. Kim sizni xiri deydi? Avval buni obdan ko'rib baq. Agar menga tur o'jtini bersanglar, men shu aman bu yerdan ketaman. Agar 1 minut kechiktirdi ekansan, qizing bilan xotining tugishidir. Boya menga sonliq material diskisini berdi, ammo kallangdagi siju. Uni yo'qotishim kerak, to'g'rimi? Taqlidiy doğru turi sening o'liming bilan oxirlashidir. Odam o'lishi mumkin, ammo reallik undaq emas. Bu faqat boshlanishi. Ajlan yaqinlashdi. Gap qil Kabir. Yaxshimisiz? Kim? Degina o'zingki. Ismon deyishdan qo'rqyapsan. Kapitan Ram. Ayt yaxshi. Ismimni biladi ekansan. Sodoni vayron qildim. Kuldiringmi sanoqliqni qoldi. Omad tilayman. Sendek nurg'un kishilar turdi. Belki men o'xsha, ammo men emas. Biz tezlik ko'rishimiz. Yenge. Kishilar tirishib xizmat qilib turmushini yaxshilaydi. Biroq akangiz ular uchun hayotidan ayrildi. O hayotida hech kimga yomonlik qilmagan. Ular uni o'ldirib etibdi. Ram, nima ish qildingiz? Saran oldingizmi? To'xta. Qan chiqibdi? Men berib taqaylay. Ram, men sizning azobingizni tushunaman. Biroq o'chirish uchun ularni jazolasangiz akangiz qaytib kelmaydi.
Yenge, adamning bu ömürde 2 kun eng muhim. Biri tug'ilgan kuni, yana biri nishon topgan kuni. Sizga shunday va'da beramanki, akamning tirishchiligi hargiz bekorga ketmaydi. Deganingiz to'g'ri. Ulardan o'ch olsam akam qaytib kelmaydi. Lekin hargiz ularni kechirib yetamayman. Avval ko'zinglardagi qo'rqinchni ko'rgili keldi. Ondan o'liminglarning yiqilib qolganligini bildirib qo'yay deb keldi. Siz ikki chong xatolik o'tkazdingiz. Biri davlatga osiylik qildingiz, yana biri akamni o'ltirdingiz. Har ikkalanglar jazoga uchraysizlar. Akamni o'ltirvasanmi? Ammo men uning orzusini cho'qim ishga oshiraman. Qanday qilmoqchisiz? Qanday qiladiganimni o'zim faraz qilib boqsam bo'ladi, ablah. Devletni qo'g'dayotgan jangchining tishiga tegib qo'yishdi. Mayli dushman qancha kuchli bo'lsin, u azaldan o'q etishda ikkilinib boqqan emas, ham hech kimga ish og'ritib boqmagan. Tuproqimizning xoinisan, uningga osiylik qilding. Ilgari xushallikdan qancha huzurlangan bo'lsang, endi qo'rqinchdan o'lib ketsan. Qo'rqinchdan ruhing titraydi, ruhing. Qo'rqinchdan titraydi ablah. Haram. Boshliq, akamni kimdan o'ltirganligini aniq qildim. Yana sababim bor. Hissiyatingni tushunib turibdiman. Iqtidoringni bilaman. Eng yaxshisi oldirab xato ish qilib qo'ymagan. O'zingga diqqat qil. Bo'lamdi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin-dan. Rahmat. Tug'ilgan kuninga muborak bo'lsin aka. Uningmi tug'ilgan kunimi? Uning qachon tug'ilganligini bilmayman. Hamisha men bilan birga tug'ilgan kunimni tabriklaydi. Mening bag'im yo'q. Nemishqa, undaq joyli qilmasangiz qandaq? Tez berib tortni kesing. Ha, kesiverayli. O'zingiz uchun bo'lmasmi, bugun kakalar uchun tort kesishingiz kerak. Uqdingizmi? Anula, o'zimning qachon tug'ilganimni bilmayman. Davomli inim bilan birga tug'ilgan kunimni tabriklayman. Bugun u yo'q. Shunga tabriklasam bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz yenge? Yaxshimisiz Rahim? Shunda chiroyli turibsiz. Yaxshimisiz tag'a? Yaxshimisiz? Naydi yaxshi? Rahim, kelmayman degandingiz. Nima tuyuqsiz?
Nimishqa kelsam bo'lmamdi ekan? Kelganingizdan xushal bo'ldik. O siz bo'lmasangiz o'tkazmaydi ekan. Kim o? Akangiz yana kim bo'ladi? O bakli jahil ekan. Men kelgandan keyin u chuqum o'zgardi. Fursat qolmadi. Qarab turinglar, ha? Qandaq? Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningga muborak. Tug'ilgan kuningga muborak. Muborak bo'lsin suyimli aka. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Taomlar yetarli bo'ldi. Men to'ydim. Ha? Tek to'ymadingmi? Unutib qoptiman. Menmi to'ydim? Ay, ishkinglarning biror ishi bormi? Yo'q. Nima? Yo'q. Sen gap qilma. Men bir tirak qilay. Menmi to'ydim? Singlingiz ko'ngil qo'yib aytgan tomoqni qanchalik yesangiz bo'laverdi. Ondan berib uxlang. Eningiz kelsa, siz nima hayajonlanasiz? Yo'qay. Undaq emas. Men berib kelay. Ukam, sen uzunda qaytib kelding. Deyishdigan gapimiz o'z bo'lmamdikan. Nimishqa meni tashlab qo'ysizlar? O'ltiring. Men buncha bo'la tatliq yemayman. Meni tashlab qo'ydi desa, xap ularni. Akam davomliq meni o'zining bir qismi deb bilatdi. Doim yenimda bo'ladi. Nim bo'ldi? Ha? Yenge? Ram. Nim bo'ldimiz? Ola. Yenge, menga degan nima ish bo'ldi? Rito? Aldingizmi? Kechiring. Qizingizni o'ltirgimiz yo'q. Biz bu kichik bolani yaxshi ko'ramiz. Biroq o'zimizni texmi yaxshi ko'ramiz. Uning dadasi o'lib ketdi. Endi uni avara qilmanglar. Balkim u dadasining o'lganligini bilishi mumkin. Agar bizning deganimiz bo'yicha ish qilsangiz, hech ish bo'lmaydi. Bo'lmaydi ekan. Qizingiz o'lib ketdi. Deganingizda qilay. Bo'ladi, bakla aqlli ekansiz. Biroq yo'lchisingiz bakla hamoq etgan. Bir soatdan keyin mashinamiz ishkingizning oldiga bordi. Ram barliq isbotlarni elib mashinaga chiqsin. Yo'ldoshingiz o'zini o'ltirib oldi. Qizingizmi kelishmaslikka uchrashi mumkin. Heliqi davlat uchun o'lishga tayyor jangchi balkim yo'lda o'ltirilishi mumkin. Uni tutishga odam o'rinlashtiramiz. O tutilgan hamalla qizingiz darhol uyga qaytdi. Rito, cho'qim qaytib keladi. Ram, agar basınız siz emdi qaytib kelamasliginiz mumkin. Yenge, boshqalar xizmatga borsa qaytib kelalaydi. Ammo askar xizmatga borsa qaytib kelishni hargiz o'ylamaydi. U har vaqt tasodifiylikqa yo'liqishi mumkin. Qachon o'lishini bilmaydi. Harbiy bo'lgan ekan har vaqt davlat uchun qurbon bo'lishga tayyor turish kerak. Davlatning bexatarligi uchun hayotimizdan kechalgan ekanmiz.
Nemishqa ailemizdagilar uchun jinimizdan kechamigidekmiz. Har bir askar baturlik bilan jang maydonidagi dushmanlarga yuzlandi. Oildimi o'xshashla batur jangchi bo'g'ili bo'ladi. Biz degan harbiy mayli nada qandaqli ahvolda bo'layli, har vaqt ailemizdagilarning bexatar bo'lishini umid qilamiz. Rito cho'qim qaytib keladi. U qaytib kelganda buni uningga berib qo'ying. Mayli dushman qanchalik kuchli bo'lsin, Hindiston hamini uni mag'lub qiladi. Xudoq ishonchim bor. Rito cho'qim cho'ng bo'lganda Hindistonni faxrlantiradi. Yaxshimisiz, kapitan Ram? Bugun vatanparvarlik yoki millatparvarlik haqida so'zlamamsiz, ha? Nima, tinchilib qolibsiz-ku? Vatanparvarlikning oylik hech qanday foydasi yo'q, ha, to'g'rimi? Men aslida sizni yo'lvosga o'xshaydi desam, chilbörga o'xshashla oldimda turibsiz emasmi, ha? Nima degan balig'ini bilamsiz? Ha? Ustozga salom. O'zini vatanparvar deb atavag'anni. Siz degan siyosatvoz harbiylarni tushunmaysiz. Bu sizning xatolig'ingiz emas, biroq o'sha siz uchun bilet tashlagan. Bo'ldi qiling, to'liq quruq gap qilmang, ha. Kishilar menga bilet tashlag'achqa, men bu yangan. Gapimni astoydil anglab turing. U mashinada o'ltirib, mashina hodisiga uchraysiz. Mashina hodisida tepilgan isbotingiz ham akingizning barliq plani kuyib-kul bo'ldi. Bum. Shiva yaşasın. Ram efendimi? Shundaq. Sizni qo'lg'alimiz moslashib bering. Bizdan qurol ishlatganimiz yo'q, biz bilan meng. Sizdan tutish buyruqini topshirib oldik. Sizni ular bilan ko'rishtiramiz. Biz bilan mangsangiz qandaq? Qani, deydigan nechig'iz gapim bor. Bo'ladi. Rahmat. Rito'ga chiqilg'uchi bo'lma. Nemishqa bundaq deydi? Nemish oldi? Plan o'zgardimi? Yo'q, uni topdingizmi? Topdim, ammo saqchilar kelib, uni ep ketdi. Harbiy sotqa tortildi ekan. Ular qonuniy harbiy armiyaga topshirib berdi ekan. Nemish bu o'g'ni bu? Bilmadim. Bir ishni jazmlashtirishga bo'ladi. Ya'ni qizcha qo'limizda bo'lsa, meningcha u cho'qim keladi. Başlayaq. Agar biror jiddiy ahvol bo'lsa, uni qutqizish bizning mas'uliyatimiz. Jiyaningiz, davlatimiz fuqarosi, uni qutqizish bizning mas'uliyatimiz. Rahmat başlayaq. Hindiston yasson. Efendim, sizni sizlarning diviziya o'tkazib oladi. Rahmat. Siz qo'lga ilingandan keyin u ministerga telefon qildi. O'rni. Bu yerda bo'lishi mumkin. Bu Munar o'rmon soyasi yo'liga yaqin ekan. U yana telefon qiladi. Hushyor turinglar. Efendi, u yana telefon qildi. O'rni. O'rmon soyasi yo'liga yaqin. Hozir uning o'rnini iz qo'g'layapmiz. Sizga tushinglar. Bu ishlarning hammasini ichki ishlar ministrligiga yo'llab bering. Bo'ladi, efendi. Hey. Hamda telefon urma. Diqqatni qo'zg'ab qo'yma. O qizga bir lo'nga oldi.
Qarag'imsiz? Eling'a. Hamiz o'rilib ketdi mana. Qamlashmagan. Rito nerede? Digine. Vey, dünyada özünüzne hemmidən aqıllık çağlamsız. Mən hər günü aqıl şərbeti içimən, biləmsiz. Sizni öz planınızga qamap qoydum, bildingizmi? Mana bu siyasi deb atılıdı, vatanparvar efendim deb atılıdı. Əmdi keyingi qədəmdə neymiş qilish kerakligini biləmsiz. Keling. Gele. Burada. Sen bugün işitding. Odamga texmi sodiqligini isbotlading. Sirlarim oshkorlanib ketdi. So'ng o'lishim kerak. Kechir. Onu davomli cho'nglarning gapini angla deydim. Lekin to'limi afsus. Biroq Shiva yashasin. Deginingdek barliq hujjatlarni olib keldi. Va'danga amal qilib, Ritoni tezdan qo'yibdi. Qarindishidan ayolib qilish azobini men tushunaman. Meni o'ltirib etib, uni qo'yibotgan. Oh, Shiva yaşasın. Seni onca asan öldürmeymen. İşlerimde daxli qilishga petindingmi teki? Ha? Qandoq petinding? Hey! Çünkü yoptir bekli açıklandı. Sen xuddi can ağuçdek bu yerga qistab kelding. Özünge avarçlık tepip aldın, çığı tekmeslik tegişik adamdan çığı tekip koydun. Seni sevgitip koyay. Akam memuri emeldar, sen harbiy, şundak mı? Aslida sen odatdagi odamlarga o'xshash turmush kechiralayding, ha? Biroq har ishinglar vatanparvarlikka ishtiyoq bog'labsizlar. Senin kuching chegarada.
Agar namratlar kasallik bilan o'lsa o'liversin. Agar ular hayot bo'lsa, qanday qilatding? Ey! Milishmal bahosi o'rilsa, kishilar qarshilik bildirdi. Derizil bahosi o'rilsa, kishilar qarshilik bildirdi. Biroq dori bahosi o'rilsa, ular qarshilik bildiramdi. Yo'q, shundaqmi? Chunki ular o'limdan qo'rqadi. Qo'rqinish ularning ojizligi. Biz mushu ojizlikdan foydalandik. Taqlidi to'g'ri. Bu akaning orzusi deyman. Hozir allaqachon barbod bo'ldi. Buning amalga oshishi mumkin emas. Chunki bu bizning planimiz. Hech kim uni yengolmaydi. He, qandaq yo'lvas. Hozir mushukka o'xshab qolding, ha? Hech ochiqlanmaysan-ku. Meni yana azroq so'zisin demsan. Biz akani qaslab o'ltirishni planlagan. Uni mana biz o'ltirdik. Uni biz o'ltirdik. Xuddi o'zi o'lib olgandeklar. Yana g'azablanmamsan? Nemishqa g'azablanmaysan? Nemishqa g'azablanmaysan, ha? Agar xohlasang meni o'ltiribsan bo'ladi. Biroq retoni qo'yvat. Texisini yo'lvasmikin desam, chashqonga o'xshab qopsan. Bo'ldi, qo'yib o'tang. Qo'yib o'tang. O, borili o'lib bo'ldi. Nimaga qarab tursan? Uni bir taraf qilib atmamsan. Tez bo'l. Onun badaniga barliq portlatqich dorilarni ishlatdik. U odatdagi odam emas, balki yo'lvas. Vahshiy yo'lvas. Yo'q. Deganim to'g'rimikan? Yo'lvasning sukut qilishi uning harg'indan deraklanmaydi. Balki uning hujum planini tuzayotganligini tushundirdi. Sizlarni 15 minut ko'ranglasin dedi. Nemish qilig'ini bilamsizlar. Abdubashirlarni butun dunyoni ko'rsin dedi. Shunga yolg'ondan shunda qildi. Obdan anlab turinglar. Biz harbiylar har vaqt oilalarning bexatarligi uchun jinimizni taqdim qilamiz. Kimki oilamizning tishig'i tegidi ekan, jiyanim hozir nada ekan? Qani so'rab baq. Telefonni hech kim olmadi, to'g'rimi? Hech kim olmaydi. Agar vatan qo'g'iruvchi askar ochiq qilinib qolsa, vatan xoinlarini yer bilan yakson qilib yetadi, uqdingmi? Sizlar cho'qim bu turni tamomlashga cho'qim yordam qilishinglar kerak. Xalqqa yuk bo'lishga hargiz bo'lmaydi.
Sening faqat birli javobing bor. Sizlar hayotni qutqizishga urinadi. Sizlar qonunsiz tibbiy dorigarlik kasbini qurib chiqishdi. Hozir butun dunyo sizlarning haqiqiy abdubashiringlarni bildi. Ularning sana bilet tashlashi eng cho'ng xatolik. Sen faqat ular norozilik bildirganga to'g'ri berding. Bu qilmishing o'limga loyiq. Akamning orzusi cho'qim amalga oshdi. Men har qanday odamning tinch turmushga osiylik qilishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Akam haqiqat uchun, yana xalq uchun o'lib ketdi. Bu akam uchun. Vay, başta bayağı goruqla to'qinish yuz beribdi. Hammanglar qutqizishga muhtojkan. Qutqizish mashinasi avatishinglarni talab qilamiz. Tezdan portga kelsin. Tez. Biz hech kimning bu yerdan ayrılığını ko'rmadik. Tez qutqizish mashinasi avatinglar. Acapar efendinin qilmishi pash bo'ldi. O qanunsuz tibbiy dorigarlik kasbi bilan shug'ullangan. Acapar efendinin ma'muriy amaldori Satyamrizni qasam o'ldirganligi isbotlandi. Reto, Sutichang. Appa, tag'amchu qachon qaytib keladi? Onun nerdeligini bilgin bormi? O berishga tegishli joyda. Ko'rdingmi?